Qarala qo'yim qovchini yo Kirdilaring va ovchini yo Studentlarda endi talabalar zo'rmisizlar, sog'liqlaring yaxshimi? Biz hozir bu yerga sizlarga tashrif buyurdik. Qizg'iriq tumanida madaniyat uyi tomonidan keldik. Maqsadimiz sizlarga bizning nomoddiy madaniy meroslarimiz haqida targ'ibot, mahorat darsi o'tmoqchimiz. Mana shu nomoddiy madaniy meroslarga mana shu xalqimizda orasida yurgan maqollar, an'analar, yor-yorlar, o'lamlar, allalar kiradi. Men nomoddiy madaniy merosni o'zida saqlovchisiman. Meni mana shu ishim, mavzuyim otalar allasi. Alla haqida hamma bilsa kerak, tushunchalarimiz bor-a, hammamizda onalarimiz alla aytgan. Alla bu nima narsa o'zi aslida? Alla eng bir maroqli mana shu qalb bilan, mana shu ilohiyat bilan yaratgan bilan bizni bog'lovchi o'sha ifodalar, odamning yuragidan chiquvchi ifodalar. Alla qo'shiq emas. Chunki hammamizni onamiz alla aytgan, to'g'rimi? Lekin ular qo'shiqqa da'vogarlik qilmagan-ku. Allani masalan o'sha go'dakni niyatlari bilan o'zi mana shunday bo'lsin, chevar bo'lsin, qiz bola bo'lsa, mana shu onalarimiz alla aytganki, demak mana shu qaysidir ma'noda o'sha onalarimizni o'sha istaklarini, mana ijobatini, buni isbotini ko'rib turibmiz. Ular hech kimga yomon fikrda yoki yomon niyat qilishmaydi. Faqat ezgulik, shunday bir omadli niyatlarni qilishadi. Mana hozir sizlar bilan endi onalar haqidagi Allahni hammalarimiz bilamiz. To'g'rimi bolalar? Eshitganmiz. Hozirgacha kuylanadi onalaringiz. Agar yosh ukalaringiz yoki singillaringiz bo'lsa, onalaringiz bu qo'shiqlarni ijro etib kelyapti. Endi bizning Surxondaryo viloyatlarida, mana shu Surxondaryo, Qashqadaryo viloyatlarida otalarimiz alla aytishgan, otalarimiz. Otalarimiz qanday aytishgan Allani? Otalarimiz xuddi onalarimiz kabi singari yoki beshik tebratib emas. Beshik tebratib emas. Bu qaysidir ma'noda ovutish masalasida. Masalan, o'sha qadimda mana shu xonadonda, masalan, o'tovlarda bo'lsa, bola yig'lab turibdimi? Demak, o'sha onani yumushlari bor, boshqasi bor, ish qilish kerak. O'shanda qani otasi yoki bobosi siz ham tizzangizga olib, qo'liga berib, tizzalariga o'tirg'izib, o'sha bobolariga berib qo'ygan. O'sha bobolarimiz ham o'sha xuddi onalar singari niyatlarni qilib, mana shu Allani aytishgan. Alla deb aytishmagan bizda. Masalan, o'sha go'dakni olib, tizzalariga olib, masalan, choldirildi deb aytgan bo'lish mumkin, yoki bo'lmasa yu deb aytgan. Men hozir sizlarga mana shuni aytaman. Kim agar mana shu qo'shiqlarni, mana shu xirgoylarni eshitgan bo'lsa, aytasizlar. Eshitganmisizlar otalar tomonidan yoki bobolar tomonidan tizzalariga go'dakni olib ovutib o'tirganini eshitganmisizlar? Eshitganmisizlar? Mana shunday. Endi qarang, endi biz bu narsa o'zi qanday kuylangan. Hozir men sizlarga buni ijro qilib beraman. Qarang. Go'dakni olib, tizzalariga qo'yib, qarab, polvonim, u odam, u bobo hech qanday she'r bilmaydi, lekin qalbi bor. Tushunyapsizmi? Yoki otasidir. O'shani ifoda qilyapti. Qarang.
deb o'ynatib o'tirgan. Qorala qo'yim qovchini menga uyo uyo ko'rdilaringmi ovchini uyo uyo tuyalarning burkachida yana uyo uyo cho'pona jigit ko'chini ya uyo uyo aytilmagan dostonim uyo uyo jurtim bog'i bo'stonim uyo uyo uyolar aytay bo'tamay uyo uyo sodiqlar bo'lsin vatanga uyo uyo ming kuplet bu qalbidan chiqqan bu narsalarda uyo uy tolqon tuy kasada suv betingdi chuv. Mana shu shevalar, eski maqollar har birimizda xonadonimizda bormi hozirgacha? Bobolarimiz kelib qolsa, ularning gaplari bir qiziq eshitiladi. To'g'rimi bolalar? Ana shunday. Shuning uchun bolalarim, qizlarim mana shu men sizlarga ozgina mana shu qadriyatlarimizga oid mana shu nomoddiy madaniy meroslarimizni biz uchun oltin meroslarimizni agar eslatgan bo'lsa, men o'zimni baxtiyor his qilaman. Sizlar buni chin dildan, yurak bilan tinglaganlaring uchun ham men sizlarga minnatdorchilik bildiraman. Biz yana aytamiz, mana shu qadriyatlarimizni, urf-odatlarimizni, yor-yorlarimizni, umuman bizning madaniy, nomoddiy madaniy meroslarimizni bizni farzandlarimiz bilishi shart. Buni e'zozlashi shart. Buni esdan chiqarishga hech kimning haqqi yo'q. Chunki biz o'zbekmiz, o'zbek millatimiz. Bizning o'zbeklarimizni qadriyatlarimizni, mentalitetimizdan biz uzoqlashmasligimiz kerak. Tushunarlimi bolalar? Men mana shu bilan mahorat darsimni tugatdim. Men o'zim kelganim yo'q. Mana shogirdlarimiz bilan Nafisaxon, bu kishilar hali san'at kollejlarida folklor nimasida fakultetida o'qiydilar. Bizlar bilan yurib mana shu qadriyatlarga oid, mana shunday nomoddiy madaniy merosga tegishli bo'lgan mavzularimizni biz targ'ib qilib yuribmiz. Mana shogirdlarimiz ham o'rganib, shunday aylanib mahorat darslarini o'tyapman. Men vaqtlaringni olmayman, bolalar. Shuni bilan mahorat darsimiz tugadi. Sizlarga katta rahmat tinglaganlaringiz uchun.